alaykum aziz gul shodolari. Bizda Gollandiya dipsis palmalari keldi. Xitoyniki emas bu, aytib o'tib ketaman. Gollandiyaniki. Gollandiyadan keltirilgan, sifati o'ziga yarasha bo'ladi. Ildizlari ham dahshat. O'zidan o'zi so'lib, yomon bo'lib ketmaydi. Bemalol necha yil bo'lsa ham boqaverasiz, parvarishlayverasiz. Faqat narxi anchagina qimmat bo'ladi. Hozir budjetniy variantda mana shunaqa alohidalar ekib qo'yganman. 160 santimetrliklari kelgan, mana poyasi, qalinligi, mana ko'rinishi. Endi hamma tanlovi o'zidan, bular tabiiy o'stirilgan, Gollandiyada tabiiy o'stirilib parvarishlanadi. Shuning uchun tez yomon bo'lib, bu bo'lib ketmaydi. Ildizlari ham zo'r bo'ladi. Mana ko'rinishlari bemalol ko'rsalar ham bo'ladi. Yoshi katta, poyasi qalin, mana har xil narxda. Bitta 200 ming, 150 ming, 250 ming, shunaqa har xil. Mana barlarning uchlarini ham ko'rib turibsizlar, juda chiroyli. Kimga kerak bo'lsa, mana shunaqa chiroyli variantda bor. Gollandiya guliga qiziquvchilar uchun har xil gullarimizdan bor.